Rahmetli alıp koyma bizden ya Rabbim. Şunday ki bizi ata babalarımızdan aldın, şimdi bizden alıp koyma. Ta kıyamet bizim farzandlarimizga, avlatlarimizga, O'zbekiston aholisiga bu o'zingning darvozangda, o'zingning uyingning darvozasini ochib qo'ygin ya Rabbim. Ey Allah'ım, shunday ne'matlarni bizga berayotgan, sababchi bo'layotgan, bizning sarzamin O'zbekistonda xizmat qilib kelayotgan, ey Allah'ım, O'zbekistonni prezidentidan olib ta bir oddiy ishsizlikka ya Rabbim, tinchlik, osoyishlik için ya Rabb kamar bo'ylab turibdilar. Ey Allah'ım, ularni ham mana shu savoblardan mahrum qilmagin. İlahi tinchligimizni ziyoda qilgin, boshqalarga g'ulom qilib qo'ymagin. İlahi bizlarga, boshqa mamlakatlarga, zolimlarga qaram qilib qo'yma ya Rabbim. Mustaqillik berding, doimiy bergin. Bizdan abadiy olmagin, abadiy olmagin. Ey Allah'ım, shunday sarzamin O'zbekiston ki, ey Allah'ım, avliyolarning yurti bo'lgan, dunyoga o'rdan din tarqatding. Bugun dunyoning har kunjiga borsang, har bir masjidda ilk amri ma'ruf bo'ladi, oxirida Rahul Buxoriy, Rahul Tirmizi. Ey Allah, biz kim edi va kim bo'ldik? Ey Allah'ım, şu bizden olgan izzatni, şu bizden olgan ne'matni, şu bizden olgan fazli karamingni ya Rabbim bahar digar bizga ber. Agar biz gunohkormiz, bizlarning ichimizda, bizning vatanimizda, ey Allah'ım, yetimi bechoralar bor. Ey Allah, mazlum bor, biyov yetimlar bor. Ya Allah, ularga rahm qilgin. Bizni farzandlarimizdan İmam Buxoriyni chiqar, İmam Tirmizini chiqardin ya Rabbim. Ey Allah'ım, her bir izden qori Kur'an'ın sırlarını çıkışını nasip eyle. Ey Allah'ım, senin tilamçıyız, senin sailingimiz, sana yalvarıp, yılanıp soruyumuz. Ey Allah'ım, sen padişahın padişahlarısın, sen malikül mülksen, sen kadiri mutlaksan. Ey Allah'ım, bunca bendeler gibi sana tilanamızı, bizi kolumuzda halı kaytarsak, senin şanı şevkatine, senin kudretine ya Allah doğru kemeydi. Ey Allah, sen Rahman-ı